Sizlar bilan API yozib ko'ramiz. Buning uchun o'zim uchun kichikroq yo'riqnoma qoldim. Endi birin-ketin hammasini amaliyotda bajarib ko'ramiz. Xo'p, unda ketdik. Birinchi bo'lib loyihani yuritib olamiz. PHP Artisan Serve komandasi bilan. Xo'p, loyihamiz ishga tushdi. Welcome blade ishlab turibdi. Endi biz bu yerga API yozishimiz mumkin, lekin bu to'g'ri yo'l hisoblanmaydi. Misol uchun root get API posts deb shuni ochib return response son tayyor yozib beryapti kapilot. Mana shundan yoki ishlatib ko'rsak API posts bitta post shunaqa yozishimiz mumkin, lekin bu to'g'ri yo'l emas. Bu web PHP da emas. API PHP degan faylga yozishimiz kerak bo'ladi. Laravel 11 dan boshlab u default holatda yaratilmayapti. Uni yaratish uchun Artisan komandasi orqali yaratishimiz kerak. Artisan komandalarini ko'rish uchun PHP Artisan deb yozsak, hamma komandalar kelib chiqadi. Mana shu yerdan qarasanglar bo'ladi. Boshqa komandalarni ham hozir bir nechtasini ishlatib ko'ramiz. Bu yerdan mana API deb qidirsak, mana bu yerda turibdi install API. Mana bu yerda description ham berib qo'yibdi. Ingliz tilini bilsanglar bemalol o'qib tushunsanglar ham bo'ladi. Xo'p, biz mana bu komandani olib olaman. Xo'p, clear. Uni yopamiz. PHP Artisan install API ketdi. Xo'p, yangi migratsiya qo'shaman deyapti. Xo'p, qo'sh. Personal access token, ya'ni API da xavfsizlik nuqtai nazaridan token bilan murojaat qilinadi. O'shaning uchun alohida mana o'zi jadval qo'shdi va komandani o'zida qo'shildi. Xo'p, endi o'tib ko'radigan bo'lsak, mana bitta user degan API yaratilgan. Bu yerda mana oldida API yo'q bo'lsa ham, bu yoqda murojaat qilish uchun API user deb murojaat qilish kerak bo'ladi. Murojaat qilsak, ana deyapti. Biz hali avtorizatsiyadan o'tmadik. Mana bu middleware turibdi. Buni olib tashlasak hozir ishlaydi. Lekin user yo'q bo'lgani uchun qaytarmaydi. Bu avtorizatsiyadan o'tgan userni qaytaradi. Biz o'tmaganmiz, shuning uchun test deb yozib qo'ysak, mana bu ham API ga kiradi. Bu ham API hisoblanadi. Xo'p, lekin RESTful API bo'lish uchun o'zini anonlari bor, qoliplari bor. O'sha qoliplarga asosan yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, unda birinchi qiladigan ishimiz Xo'p, unda API yozishni boshlashdan oldin bitta jadval yaratib olamiz. Keyin, ya'ni biz API ni amaliyotda postlar bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Bizga post yaratishimiz kerak bo'ladi. Post bu databasedagi table'ga bog'lanish uchun kerakli klass, ya'ni modelni biz jadval deb qarashimiz ham mumkin. Xo'p, buning uchun amaliyotda ko'ramiz buni. Mana. Xo'p, clear qilib tashlayman terminalda. Xo'p, bizga post degan model kerak bo'ladi. PHP Artisan make post. Model post. Mana bunaqa qilsam migratsiya ham yaratib ketadi. Hozir alohida yarataman uni. Post mana aytyapti app ichidan models ichida post degan model yaratildi deyapti. Models post default holatda yaratildi. Endi biz migratsiya yaratishimiz kerak. PHP Artisan make migration post table. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, mana bu ham ko'rsatib qo'yibdi. Database ichida, migration ichida
mana bunaqa fayl yaratildi deyapti. Ya'ni boshiga o'zi unique bo'lish uchun sekundlarni, kunlarni qo'yib chiqadi. Post stable. Endi biz bunga o'tib oldik. Mana. Xo'p. Buni endi qo'lda yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir to'liq standartga mos yozmaganim uchun mana bu narsani yaratib bermadi. Endi buni o'chirib tashlayman-da. Men o'zi bittada yozib ketaman. Post modelda ham o'chirib tashlab, endi mana model yaratayotganda o'zi migratsiyasi bilan yarat dedim. Mana birinchi model yaratdi, keyin migratsiyani yaratdi. Create qolib ketibdi voy. O'zi alohida yaratmayman-da, shuning uchun. Mana xo'p. Demoqchi bo'lganim, boya manbalari yo'q bo'lib yaratilgandi, chunki biz standart bo'yicha komanda bermadik. Xo'p, standart bo'yicha komanda qanaqa bo'ladi desak, mana biz post stable deb yaratdik-ku, create post stable deb yaratganimizda xuddi shunday yaratib berish kerak edi. Buni test qilib ko'rishimiz mumkin. O'chirib tashlayman. Teparoqqa chiqsam, boya yozgan komandalarim turibdi. Xo'p, men bu yerga create qo'shib qo'ysam, create post stable. Mana migratsiya qo'shildi. Kiradigan bo'lsak, mana ko'rdinglarmi? Standart bo'yicha yozsanglar, bu ham standart bo'yicha yaratib beradi. Xo'p, bizga hozir ko'p ustun kerak emas. Prosta tablening string tipdagi title poliyasi bo'lsin, keyin content yoki description. Faqat bitta narsa, mana bunaqa yaratayotganda nullable qilib ketish kerak. Nimagaligini ham hozir aytib o'taman. Xo'p. Loyihalarda API'larni test qilayotganda boyagi yaratish kerak bo'ladi, o'chirib ko'rish kerak bo'ladi, test qilish uchun hamda. O'shanda sizda ko'p poliya bo'lsa, bitta ma'lumot yaratish uchun ham hammasiga ma'lumot kirgizib chiqmasangiz, boyagi mana bu type'iga qarab ma'lumot kiritib chiqmasangiz error berib qoladi-da. Test qilishni osonlashtirish uchun nullable bilan bo'laversin deb ketamiz yaratayotganda. Lekin uni validatsiyadan o'tkazayotganda nullable qiymatni qabul qilmay qo'yamiz. Buni ham amaliyotda tushuntirib ketaman. Hozircha mana shuni bilsanglar bo'ldi. Ya'ni jadval yaratayotganimizda uni kolumnlarni boshlang'ich qiymatini null oladigan qilib ketamiz. Agar men buni olib tashlasam, bu null olmaydi-da, faqat string tipidagi narsalarni qabul qiladigan bo'lib qoladi. Ya'ni null kelib qolsa error berib qoladi. Xo'p. Endi yangi jadvalga migratsiya qo'shdik, lekin bu hali bazaga qo'shilmadi bu jadval. Buni qo'shish uchun PHP artisan migrate qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Shunda migratsiya bo'lmagan migrationlarni yuritiladi. Mana create post stable migratsiyasi yuritildi. Endi jadval qo'shildi bazaga processingga. Xo'p, endi API ga o'tib route get posts function endi bu yerdan postlarni o'zgaruvchiga olib olaman. Post modelni chaqirishim kerak bo'ladi. Post enter bossam, mana hozir enter bosdim, mana bu yerga use qilib qo'ydi. Aslida agar extension o'rnatmagan bo'lsanglar, buni avtomatik use qilmaydi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. All qilsak hammasini oladi. Endi return qilamiz. Response JSON mana. Uji mana buni ishlatsak bo'ladi. Bu yoqqa o'tamiz. API dan keyin posts deb yozsak bo'sh array keladi, chunki hali bizda post yo'q. Xo'p, post qanday yaratsak bo'ladi desak, Xo'p. Kelinglar, mana bunaqa qilib qo'yamiz. Seeder orqali yaratsak ham bo'ladi. Lekin men hozir create qilaman-da. Prosta for eachda yaratib qo'yaman. Create qilib, bu yerga sonini bersak, enter. Prosta n qabul qilib oldim. Bu yerga funksiyaga ham buni qabul qilib olaman. For each
for each yoki for desak ham bo'ladi. Mana title yoki post tursin, content. Xo'p, endi mana buni ishlatamiz. Qarabsizki, create 10 ta post yarat desam, hozir bu ishlamaydi. Nimaga desa, mana bu jadvalning maydonlarga qiymat yozishimiz uchun buni modelda ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bosib o'tib ketyapman. Bu mana aptichida model deb post modelimizga o'tdik. Endi bu yerda protected o'zi menda avtomatik chiqazyapti. Ya'ni fill label bor, keyin yana bittasi bor protected guarded. Xo'p, ikkalasining farqi nimada desak, fill label orqali jadvalni mana shu ustunlarga qiymat yozish mumkinligini belgilasak, guarded orqali mana shu ustunlarga qiymat berib bo'lmaydi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Hozir biz ikkalasini ham ishlatmaymiz. Yo bunisini ishlatamiz. Hozircha mana buni ishlatsak ham bo'ladi. Xo'p, endi title bilan content emas, bizda description edi. Mana shu description. Buni ham olib turib, mana API da ham mana buni o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, endi mana buni yuritsak bo'ldi. Hech narsa qaytarmagandik. Mana yerda yozib qo'ysak bo'ladi. Return response posts created. Mana yana bir marta bossam, o'zi yana ikkinchi marta ishlagan uchun 20 ta post bo'ldi. Endi postlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, mana post 0 1 2 3 mana bundan yana qayta 0 1 2 3 bo'lib qoldi. Xo'p, bu postlar ro'yxatini olishidi, lekin men buni o'chirib tashlayman endi yoki pastda tursin, yana kerak bo'lib qolsa. Xo'p, endi men buni bunaqa qilib ishlamaymiz. Bizga endi o'zi Laravel MVC da ishlaydi. MVC. Bu nima degani? Model View Controller. Model yaratdik. View Blade da ishlatamiz. Biz hozir API chiqazganimiz uchun View shart emas. Endi controller nima? Controllerni yaratib ko'ramiz. Controller mana model nomiga mos qilib yaratsanglar yaxshi. Bu modellar ko'payib ketganda chalg'imaslikni aniq qiladi. O'zi standart qilib olsanglar o'zingizlarga har doim bir xil standartda yozsanglar, eski loyihalarda darobotga chiqmasa ham siz har doim bir xil strukturada yozganingiz uchun qiynalmaysizda. O'shaning uchun hozir bitta PHP artisan make controller post controller. Ya'ni kimdirlar post deb ko'plikda yozadi. Men o'zim post, ya'ni model nomi bilan bir xil nomlab, keyin kontrollerni qo'shib qo'yaman. Xo'p, buni endi qanday ishlatamiz? Endi men buni olib tashlab, bu yerga array ochamiz. Kontroller qabul qiladi, keyin qaysi funksiyasiga yo'naltirishni qabul qiladi. Men prosta tabni bossam, o'zi yozib berdi. Men bu xatolik chiqib turibdi, chunki hali tepaga use qilinmadi. Enter bossam avtomatik use qiladi. Xo'p, men buni ham mana qilib chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin. Request kerak emas. Xo'p. Endi qarang, bu yerda nima bo'lyapti? Posts degan rootga murojaat qilinganda bu post kontrollerning indeks funksiyasiga otib yuboradi. Endi buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, bizga error qaytadi. Nima deyapti? Call to undefined method. Ya'ni indeks degan funksiya hali yaratilmagan, topolmayapman deyapti-da. O'shani mana bu post kontrollerga o'tib yaratib qo'yishimiz mumkin mana. Public function index. Xo'p. Default holatda mana bunaqa qilib request qabul qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir keyinchalik buni ham ishlatib ko'ramiz. Request. Endi post deymizda hammasini olib, mana boyagidek bo'ldi. Postni use qilib qo'yamiz. Mana tepaga qo'shildi. Xo'p, endi ishlatsak, mana ishlab turibdi. Zo'r, gap yo'q. Endi bu API'miz standartga mos tushadi, ya'ni standart holatda
posts get metodli postlar ro'yxatini qaytaradi. Endi mana bunaqasi bor. id qabul qiladi. Bu show. Xo'p, hozir mana bunaqa qilib turib 1 deb bersam, mana id 1 da qaytarish kerak. 2 ni bersam, ikkinchi postni qaytarish kerak. 1 qilib bossam, yana undefined metod beradi. Ya'ni show metodi ham hali aniqlanmagan. Ichiga o'tsak, endi showni yaratish uchun tepadagi funksiyadan copy qilib qo'ya qolaman. Show endi bu yerda request emas, id qabul qilib olsin. Xo'p, find top id ni. Xo'p, mana bunaqa qilamizda, mana post emas, post deb yozamiz, chunki bu ko'plik emas, bitta dona post qaytaradi. Qaytgan postni biz responsda qaytarib qo'yapmiz. Xo'p, mana ishlayapti. 2 Xo'p, 3 hammasi bor. Chunki bizda bu postlar bor. Agar men 300 yozsam, bu post yo'q bizda. Bo'sh qaytyapti. Endi bu hozircha eng oddiy ko'rinishi bo'lyapti. Biz buni hozir real loyihalarda qanday ishlatilishini ko'rib, o'shanga moslab birdan o'rganib ketamiz. Hozircha shu yerda to'xtatib turaman, chunki video uzun bo'lib ketsa, montaj qilish qiyin bo'lyapti. Xo'p, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, o'zingizlar ham takrorlab ko'ringlar. Xudo xolasa, bu yog'i yanada qiziqarli bo'ladi va foydali bo'ladi. Rahmat.